Assalomu alaykum og'aylar, mana O'zgendan ikkita mashina kelganman. Mononsi avtomat, mononsi mexanika. Buni qilib bo'ldik, hozir rasxodlarini o'lchadik. Mana o'zimiz shu 100 grammlik benzinimiz bilan 2 kilometr 300 yurdi. Bu 100ga 3 ishdi. 4 litr 300 gram ishdi 100ga mana shu mashina. Mexanika ishlashlari hamma yo'g'i tortishlari yoqdimi? Zo'r tortyaptimi? Tortishlari hamma yo'g'i cho'tki ishlayapti mana. Patsoslar hamma yo'g'i ishladi ertamanga avto patsoslarigacha. Buni ham уже qilib bo'ldik. Mana hozir rasxodini o'lchagani ketyapti. Bu faqat avtomat. Avtomat mana hozir 100 gram benzinni ilib qo'ydik. Hozir 00 qilib qo'ydi. Chiqib kelsin, ko'ramiz necha yurar ekan. Mana mashina keldi, aylanib keldi. Mana hozir ko'ramiz benzin qancha qoldi ekan. Ana o'ttashdek o'dikilar tagida jicha benzin qolgan mana. 2 kilometr 300 yurdi. Shu joydan burdingizmi? Voy, mana nari mashina burgan joydan 2 kilometr 300 yurdi bu ham. Avtomat korobka 4 litr 300 ishdi 100ga. Mana og'aylar. Mana shuni O'zgendan kelgan mashina. Tortishlari qanaqa ekan? Yengil bo'lib qolibmi mashinangiz? Tortishi hamma yo'g'i cho'tki ishladi. Egalariga yoqdi mana shu mashina. Avtomat korobka 100ga 300 ishdi. 4 litr 300 gram ishdi 100ga.